Yaxshilik qilg'ilu daryoga oqiz, bilsa baliq bilar, bilmasa xoliq. Bale, Mavlono. Bale. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uyquchi? Dada bu siz nima bu mana? Biz sana mana bana uyga sovchilikka borib o'tiribsiz. Qanaqa ish bo'ldi bu? Ben sevgan qizim bo'lsa, u sana bana qizini o'zi sevgan yigiti bor. Endi o'g'lim, sovchilikning ham o'ziga yarasha bir odobi bor, sir asrori bor. Ya, turmush qurayotganda duch kelgan turmush qurib ketavermaydi-da. Uni bir yetti pushtini surishtiradi. U kim o'g'li, kim qizi, kim farzandi, nasl nasabi qanaqa tekshiriladi-da bolam. Dada, endi unaqa emas-da. Hozir u zamon, bu eskilik sarqita siz o'ylayotgan narsa. Bilasizmi shuni? Ha? Qanaqasi? Men aytib turibman sizga, meni sevgan qizim bor. Aytganingizda men o'zim aytardim kimga jo'natish kerak deysiz. Shuni jo'natib yuborardim. Borib yuborardingiz. Ular rozi bo'lardi. Qarabski to'yga tayyorgarlik. Xo'sh, o'sha sevganing kim ekani? O'sha qizning otasining ismi nima ekan? Otasini tanimaysiz, dada. Ha, uy qayerda? Ya, uyi betdan ko'rinmaydi, dada. Uzoqroqda turishadi. Ya, tavba. Otasining ismini bilmasang, uyi qayerdaligini bilmasang, biz qaydan bilamiz u bizni bo'lajak kelinimiz qanaqaligini? Ha? Qani bo'lajak kelinni o'zing bir ta'riflab berchi? Hey, dada, bilasizmi? Bo'lg'usi kelin shunaqangi bir o'qimishli, odobli, go'zal, chiroyli, biram nozik, biram. Nima? Nozik? Ha? Nozik bo'lsa bo'lmaydi. Nimaga bo'lmaydi? O'zi zamon nozik. Bizga to'g'ri kelmaydi. Nima deganingiz bu, dada? Menga qara, yo'q. Ha? Uylanmoqchi bo'lsang, mana o'zimizning qo'shnimizning qizi, Tamaraxonga uylan. Nima? Ha? Tamaraga? Ha, nima bo'ldi? Nima deyapsiz, dada? Tamaraga, Aha, nima qilibdi? Unga ham shu xarajat, bunga ham shu xarajat, ya? Yo'q, dada, siz tushunmayapsiz. Men nozik qizlar haqida gapiraman. Nozik qizlar haqida. Bu Tamara haqida gapiraman. Tamara. Ey, bola, agar kallang ishlasa, mana shu Tamaraga uylan. U nozik qizlaringni qo'liga ketmon bersang, ketmon tayda qilib ketadi. Tamarani qo'liga ketmon bersang, yerni jigarini bu yoqqa sug'urib oladi. U noziklarni qo'liga ketmon bersang, ketmon tayda qilib ketadi, keyin biz uni balosiga qilib ketamiz. O'siz qatongiz bilan gaplarni. Ko'ngil, qalb, muhabbat degan narsalar yo'qmi? Ey, nimaga tushunmaysan, o'g'lim? Uylan, qachongacha bo'ydoq yurasan? Uylanishga bersizlar nimada? Tezroq uylan, hali unisi undoq, bunisi bundoq deb, mana yoshing ham 30 ga yaqinlashib qoldi. Menga qara, uylansang barakang bo'ladi. Bilasanmi, xalqimizda bir gap bor. Erni er qiladigan ham xotin, qaroyir qiladigan ham xotin. G'amingni quvadigan ham xotin, kiringni yuvadigan ham xotin. Ko'ngilni ovlaydigan ham xotin. Cho'ntagini kovlaydigan ham xotin. Dunyoni kezdiradigan ham xotin, o'zidan bezdiradigan ham xotin. Sevmasang sevdiradigan ham xotin, joningdan to'ydiradigan ham xotin. Otingni jilovlaydigan ham xotin, umringni egovlaydigan ham xotin. Kamingni to'ldiradigan ham xotin, ertaroq o'ldiradigan. Ichkisang bug'adigan ham xotin, beshotda tug'adigan ham xotin, erkalab quchadigan ham xotin, qoningni ichadigan ham xotin, siringni biladigan ham xotin, teringni ishlaydigan ham xotin, maoshingni iplab u oydan bu oygacha orttiradigan ham xotin. Agar maoshing o'z vaqtida kelmasa, mang'ir qilib mazgingni qotiradigan ham xotin, ko'ngilni to'q qiladigan ham xotin, настроениеңni cho'q qiladigan ham xotin, erini er qiladigan ham xotin, erini sher qiladigan ham xotin va erini millioner qiladigan ham xotin bo'ladi, bolam. Hop. Gap ko'paytirasan. Sev. Qo'lingdan keladimi? O'g'il bolamisan, mana shu Tamarani. Hozir sev. Bo'l sevibga. Tamara tasoqsa qiladi, millioner qilmaydi lekin. Gap ko'paytirma. Bor. Agar meni o'g'lim bo'lsang, sevib kelasan. Dada. Polisi surat